Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun ko'hna manzillardan taralgan yog'du mavzusida ko'rik tanlovi bo'lib o'tmoqda. Biz mana Qamash tuman axborot kutubxona markazi O'zbekistonning eng qadimiy va muqaddas ziyoratgohlaridan biri Langarota ziyoratgohiga yo'l oldik. Qamashi tumaniga qarashli Langarota qishlog'ida bir mo'jazgina maqbara o'zining o'ta qadimiyligi hamda yuksak san'at obidaligi, qolaversa tabarruk bir maskanligi bilan kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Ushbu maqbara 15-asrning oxirlari, 16-asrning o'rtalarida Shayx Abul Hasan ibn Ilyos hazratlari tomonidan qurdirilgan. Maqbara baland peshtoq, gumbazli bino bo'lib, umumiy sahni 140 kvadrat metrni, balandligi esa 12,5 metrni tashkil etadi. Maqbaraning cho'rtoqlik xonasi katta gumbaz bilan yopilgan. Maqbaraning old tomoni silliqlangan g'ishtlar bilan qoplangan bo'lib, gumbaz tayanchiqlari baldov va mavjlar bilan bezatilgan. Maqbara ichida bir necha qabr toshlari bo'lib, ulardan biri Shayx Abul Hasan ibn Ilyosga tegishli. Mana bu qabr toshida esa Shayx Abul Hasanning o'g'li Ishqiya ta'limatining namoyandasi Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining nomi bitilgan. Mana bu qabr esa Shayx Abdul Hasanning nabirasi Hasan Shayxga tegishli. Ushbu maqbaralarning oyoq uchi tomonda Amir sallallohu jallohat, ya'ni Yaman podshosi Sodiq ibn Sho Bahodir dafn qilingan. Kiraverishda esa Amir Muhammad Mirzo Muhammadbek Kuvayti deb yozilgan qabr toshi, uning atrofida esa xuddi shunga o'xshash bir necha qabr toshlari bo'lib, ularga sangtarosh ustalar tomonidan mohirona ishlov berilgan. Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda 25 ta payg'ambarlarning xislati mujassam ekan. Langarota maqbarasida 5 ta qabr bor. Ayol kishining qabri bor. Sulton Ko'kaldash qizi Qumribeka Langarotaning yaqinlari, ya'ni mahramlari bo'lgan. Shuning uchun o'zlarining yo'llariga qo'yilganlar. Langarotani o'zlari yotdilar. Langar deganligi tenglik, ya'ni muvozanat saqlovchi degan ma'noni bildiradi. Asl ismlari Muhammad Sodiq Shayx. Muhammad Sodiq Shayx bu 1460-yilda Samarqand viloyatiga tavallud topganlar. Buvalari ham Samarqand viloyatini Nurobod rayonini Ostona bobo ziyoratgohida qo'yilganlar. Bosh buvalari Xudoyqil Shayx Vali. U kishining o'g'illari Muhammad Ahmad Shayx. Muhammad Ahmad Shayx buvaning o'g'illari Ilyos Shayx. Ilyos Shayx buvaning o'g'illari Shayx Abul Hasan. Hazrat Langarotani otalari. U kishining yo'llariga Husayn Shayx qo'yilgan. Langarotani o'g'illari. Oyoq sellarida esa xalifalar qo'yilgan. Amir Kabak Soriq ibn Jaka Bahodir deydi, xalifalari bo'lgan. Ba'zi bir nimalarga qaraganda Yaman mamlakatining shohi ham deyiladi. Langarota 4 tug'liq avliyo bo'lganlar. 2 yerga ekan shu kishi Jaloliddin Rumiy hazratlari. U kishi Turkiyani Konya shahriga qo'yilganlar, shoir bo'lganlar. Ilmi shariat, ilmi ma'rifat, ilmi tariqat, ilmi haqiqat degan ilm tasavvuflarni egallagan ulug' zot bo'lganlar. O'zlarini otalarining toshlariga tilla suvi o'tirilgan. O'g'illarining toshlariga kumush suvi o'tirilgan. Langarota o'z davriga, o'z zamonasiga Shahrisabz shahriga qozi bo'lib ishlaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning to'nlari, quloqlari, Qur'on kitob shu kishiga berilgan. Bu yerlar vaqt zamonda Buxoro amirlikka qaragan. Amirliklar tarafidan yasatilgan sandiq bor. Sandiqda payg'ambarimizning Merojga chiqqani to'g'risida qisqacha yozilgan. Shu sandiqqa turgan o'sha payg'ambarning to'nlari, quloqlari, Qur'on kitob to revolyutsiyagacha. Revolyutsiya davrlariga odamlar qo'liga o'tib, odamlar qo'liga saqlangan. Qur'on 2003 da Toshkentga olib ketildi. Toshkentda musulmonlar idarasiga turibdi 12 barag'i. Bir barag'i Sharqshunoslik institutida. 3 barag'i
Buxoroga borib qolgan, 82 varaq Rossiyaga borib, Rossiyada nusxa olib kelib, masjidda turibdi, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Otalarini toshi yozilgan, otalari shayxlarning shayxi bo'lganlar, ishqiya tariqatini pir komillari bo'lganlar. Maqbara 2007-yil qayta ta'mirlangan. Maqbara tepasiga o'rnatilgan tug'dagi qubbalar soni 4 ta bo'lib, ulamolarning ta'kidlashicha, bu ilmiy darajani, shaxs mavqeini belgilovchi ramziy unvon vazifasini bildirar ekan. 4 ta qubbadan iborat bunday tug' musulmon dunyosida 2 ta bo'lib, biri Hazrati Langar ota maqbarasida, ikkinchisi esa Turkiyadagi Mavlona Jaloliddin Rumiy hazratlari makon topgan maqbarada ekan. Maqbara yonida 1516-yilda Shayx Muhammad Sodiq boshchiligida qurilgan Hazrati Langar ota jome masjidi kishi e'tiborini o'ziga jalb etadi. Masjidning balandligi 9 metr bo'lib, 19 ta ustundan tashkil topgan ustunlar esa tosh supachalarga o'rnatilgan. Ichki bezaklari esa o'zining nafisligi, serjiloligi bilan ajdodlarimizning boy ma'naviyatini isbot etuvchi daliliy ashyo sifatida moziy sirlarini so'zlayotgandek fan, texnika rivojlanayotgan bir paytda noyob san'at asarlarini yaratgan insonlarning tib farosati qanchalik yuksak bo'lganligiga amin bo'ladi kishi. Ushbu manzilni uzoq bir joydan kuzatar ekansiz, baland tog'lar etagida inson qo'li bilan yaratilgandek bir tepalikda bunyod etilgan. Bunday obida qabriston uchun mo'ljallab qurilganmi yoki boshqa bir jihatdan ham bormi? Xuddi shuningdek Langarota qadimjasida mangu orom olayotgan buyuk ajdodlarimiz ham xalqimizni toza buloq suvidek ilm ma'rifat bilan nurlantirgan bo'lsalar ajab.